Assalomu alaykum, Sobirjon kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun biz To'raqo'rg'on tumani Shohidon chorva bozorida sigir narxlari bilan tanishib chiqamiz. Akalar, kanalni rivoji uchun bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum aka. Mazangiz yaxshimi? Siz charchamang. Hop, sigirlarimiz necha litrdan sutga ishlaydigan sigirlar shekilli asosan. Mana shuni 20 litr. Shvedmi bu? Toza shved. Toza shved. Shved tozasidan so'ragan. Yelkasini ham ko'rsatib qo'ying, qirg'iz. Bolasi bormi buni? Buni bolasi mental. Bolasi mental buqa ekan. Mana akalar. Hop, bunisi-chi? Bunisi ham qirg'iz shved. Bunisi qirg'iz shved-a? Sobirjon kanali. YouTube'da. 15 tadan. 15 ta bu. Bunisi-chi? 15 litr. 15 ta. Bo'ylari-chi bu uchovini bo'yi? 135 ta. 135 ta bo'ylari. Yana bormi aka sizda? Hammasi yaxshi. Bular necha puldan deyapsiz? 40dan deyapsiz ham bor. 40dan? Nechtadan sutga bular? 25 ta shu ola. Mana shu ola 25 ta sutga ekan akalar. Bularchi 15 tadanmi? Qaysi? Mana ikkovi. Ha. Ikkovi 15 tadan ekan akalar. Hop, narxlarni 40 milliondan deyapsiz. Hammasiga Kami bor. 40 milliondan kami bor ekan, hammasi. Bunisi 30 million kami bor. Bu ishi nechta buni? Zo'r hali kuragi yo'q. Kuragi yo'q, buzoq. Akalar, buni usti 15 ta dedingiz, ha? 15. Bolasi nova. Bolasi. Buni qaranglar akalar. 5-10 yil sut ichaman degan variantdan akalar. 5-10 yil sut ichaman degan variantda. Galishtinmi bu? Ukrainskiy, Tushevskiy bor. Tushevskiy poroda. Ukrainskiy zot akalar. Hop, aloqaga chiqishsa, chiroyli qilib sutga ishlayman degan akalarimizga kelishtirib berarsan narxlar. Beramiz. 99lik 532 532 89 89 telefonlarga aloqa qilib ular ham sizdan to'rtta bo'g'oz necha puldan narxlar bor ko'rsatgan aytamiz. Mana shu ikkovimi kattalar ag'dan o'tar ekanmi mana ag'dan o'tamiz akalar o'tishni iloji bor. Beramiz. Arkon berar. Yo'q, beramiz. Berar arkadaşlar ne var? Bo'g'ozlar kimdan ekan? Abdullaydikda. O Abdulhay ekan, nech puldan ekan? Nech puldan bular? 45 dan kami bor. 45 million so'mdan kami bor. Nechinchi qoringa? Birinchisiga 45 million so'mdan kami bor. Xudo xolasa bular akalar kamida 20 litrdan sut beradigan variantda bo'ylari ham 1,5 baland mo'ljalda akalar. Meni bo'yim bilan pashti teng variantida. Mana akalar. Ashna nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib beradilar. Sut yo'nalishida ishlayman degan akalarimiz uchun akalar. Hop, bu yoqdan endi dehqon akalarimizdan chiqarishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka. YouTube'ga chiqarib qo'yamizmi buni? Ina bolami bu yo bo'g'oz? Bo'g'oz. Bo'g'oz ekan akalar. Hop. Soni bitta bo'g'oz. Nechinchi qoringa? 4-siga 8 kurami? Shunda 8 kurak ekan akalar. Oldin nechta sut bergan? 20 litr sutga ekan akalar. Xudo xolasa. Nomerlarni aytib qo'yamizmi aka? Nomerlarni? Ya sotaramiz. Sotaramiz. Sotvarlar ekan. Xudo xolasa. Chiqarib berishga harakat qilamiz. Shved so'ragan akalarimizga. Bu yana 15 million. Toza shved so'ragan akalarimizga. Kulrang shvedlardan bor ekan. Sotilmadimi aka bu? Sotamiz. Sotasizlar necha pul ekan? 28 ga mi? Bolasini o'vasichami? Unachi. Bunachini ekan. Ko'paysin ekan akalar. Shved tozasidan birinchi tug'ish 2 kurak ekan akalar. Sutchi 15 litr sutga ekan akalar. 28 million kami bor-a? Kamaytirib beraverasizmi? Aloqaga chiqishsa, nomerlarni ayting. Bo'ylariga ayting. 130 balandda, 130 baland akalar. Chiqmaydimi?
Xafa bo'lmaydi aka. Bir minda mollar aka bir 10 chiqyapti. Bir 10 ha bo'ldi. Bir 10 qolavergansizlar ekan, ag'i bonus ekan, balanchisi. Nomerlarni aytib qo'ying. 88 88 122 122 1995 1995 telefon raqamlariga Rustam hoji aka otlari. Aloqaga chiqaverasizlar aka. Bu yoqdan Qirg'iziston Shvetidan so'ragan akalarimizga Qirg'iziston Shvet variantida. Telefon akalarimizdan chiqarish harakat qilamiz. Sutga so'ragan. Assalomu alaykum aka. Ona bolami bu? Ona bola. Nech pul narx aytyapsiz? 25 million bolasi? Ha? Bolasi novasmi hozir? Bolasi novas. 3-bola. 3-bolasi. 6 kurakmi shunda? 6 kurakmi shunda? 8-sini 8-sini endi chiqaryapti akalar. Bolasi novas suti 8 litr oladi. 8 litr sutga olaverasizlar akalar. Hop, bo'ylari qancha chiqadi? 120 ga olavergansizlar akalar. Hop, nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Qiziqqanlarga 90'lik 110 110 42 42 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasiz. ketdi bor. Keldi bor, xudo xolasa. Keldi bor ekan akalar. Shvet zo'rlardan so'ragan akalarimizga bor ekan. Assalomu alaykum. So'msiz aka, mazangiz yaxshimi? 3 ga tortib qo'ramizmi? 3 ga tortib qo'ramiz. O inasini tishini ishda 8 ta. Bolasini olsa, xudo xolasa. Bolasini olsa ekan akalar, xudo xolasa. Bolasini qarang. 4 son narsa. Assalomu alaykum aka. Nechta sutka bu? 10 ta sutka. Boladan tashqari 10 ta sutka ekan. 8 ta? Ha, endi 8 ta. Endi 8tasini endi chiqaraman. 2 oylik bolasi bor. Qornida bola, yonida bola. Akalar, qornida bola, yonida bola degan variantidan xo'jalik bop variantida 35 million qilyapti, bergan yo'qsiz. Ozmas bilan ish bitib ketaveradi. 45 ham bor deyapman. 45 kam bor deyapsiz. Nomerni aytib qo'yamiz. Inasini qo'ying. Qancha chiqadi inasi? Ha, 140 chiqadi. 140 chiqadi. 140 chiqadi. Aytaver. 93lik. 93lik 493 493 73 73 37. 73 37 telefon raqamlariga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Ammo bolasi 4 son narsa ekan akalar. Bu yoqda qisir bozor. Buradan jag'i tushib qo'ydi. Shunda sutga ishlayman degan akalarimizga yana bor shekilli. Assalomu alaykum aka. So'msiz. Necha litr sutka bu? 10 litr. 10 litr sutka. Bolasi? Bunajon. Bolasi xunojon, ko'paysin. Inasini tishi nechta? 8 ta tishi. Inasini tishi 8 ta. Nech pul narx aytyapsiz? 27. Bozorda nech pul beryapsiz? 23, 22 yarim. Ozmoz bilan ish bitib ketaveradi, anaqa. Ketaveradi. Nomerni aytib qo'yamiz. Inasini bo'ylari? 88. Bilmayman bo'yinini. Bo'yini bilmaysiz. 88lik 252, 252 50 51. 50 51 telefon raqamlariga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akalar bozordan mana mollar qaytyapti. Dehqon akalarimizdan so'rashganlari, dehqon akalarimiz sotib ketib olishibdi. Assalomu alaykum aka. Necha litr sutka ekan bu? 12 litr sutka. Bolasi nechinchi qoringa? Birinchi qoringa tuqqan. Birinchi qoringa tuqqan 12 litr sutka ekan. Hop, inasini bo'ylari gidayta qancha chiqadi? 135, 135, 140 atrofida chiqarar ekan. Hop, defektlari yo'q-a? Defektlari yo'q-a? Oyoq og'riq. Hech qanaqa aligisi yo'q ekan. Garantiyasi bor-a, xudo xolasa, garantiyasi bor ekan. Narxini necha pul aytyapsiz dedilar? 28 million kami bor. Kami bor. Bozor necha pul beryapti? 24 million pul beryapti o'zi. Bozor 24 million pul beryapti. Ozmoz bilan ish bitib ketaveradimi aloqaga chiqsa? Ketadi. Aloqaga chiqarsa telefon bilan. Nomerlarni aytib qo'ying. 90'lik 272 72 99 telefon raqamlariga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Yana bor-a, xudo xolasa. Taksi yo'rapagan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Dehqon akalarimizdan. Polvon sizdanmi? Hech pul narx aytyapsiz.
26 milyon. Birinchi qarınğa, ikkinchi qarınğa, uchinchi qarınğa. Ikkinchi qarınğa. Bolasi Novol. Urib qo'yilganmi deyman? Urib qo'yilgan ekan, akalar. Gal. Ha. Inasini suti nechta? Falan? 15 taga ber. 15 taga beraverasizlar, ha? Narxini qancha aytdilar? 26. 26. Bozor nech pul beryapti? Jazm. Bozor 22 yarim beradi. 22 milyon berishyapti. Ozmoz bilan ish bitib ketaveradi, aloqaga chiqishsa. Nomerni aytib qo'yasizmi o'zingiz? Ayting. 94lik. 94lik 988 988 86 94. 86 99. 86 99 telefon raqamlariga aloqaga chiqarasiz. Bu sizdan emasmi? Videolarimiz shu yerda yakunlanyapti akalar. Kanalni rivoji uchun bittadan like bosib, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna tugmachasini bosib qo'yishlarini unutmanglar.